Nima uchun Strange Tony Starkni ataylab o'ldirdi? Boshqacha bo'lishi mumkin emasdi. Salom berdik, qadrli do'stlar. Sizlar bilan Farzitkay. Doktor Strange uzoq vaqtdan beri bizdan bir narsani yashirib kelyapti. Strange bizga Thanosni yengishning faqat bitta usuli borligini aytgandi. Ammo Doktor Strange 2da guvohi bo'ldikki, Thanosni yengishning boshqa usullari ham bo'lgan. Bu videoda esa nima uchun Strange Tony Starkni ataylab o'ldirganini bilib olamiz. Yaxshilab o'rnashib olib, videoni oxirigacha ko'ring. Shunga o'xshash qiziqarli teoriyalarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Qasoskorlar cheksiz jangida Doktor Strange kelajakning 14 million 625 ta variantini ko'rib chiqqan va Thanosni yengishning faqat bitta yo'li borligini aytgandi. Lekin Doktor Strange 2da Thanosni yengishning aslida boshqa yo'llari ham borligini bilib oldik. Xo'sh, Strange aslida nimalarni ko'rgan va nima uchun aynan Tony Starkni o'ldirish yo'lini tanlagan? Strange fidoyi qahramonmi yoki kimningdir o'yinidagi piyodami? Bular haqida batafsil gaplashamiz. Ushbu teoriya shaxsan mening nazariyam va uni jiddiy qabul qilmang. Strange kelajakning 14 million variantini ko'rgan, ammo u faqat Tony Starkning o'ldirish yo'lini tanladi. Doktor Strange 2da ko'rishimiz mumkinki, Illuminatlar Thanosni Titan sayyorasining o'zidayoq yengib qo'yishgan. Bu olamda faqat Tony Stark emas, Doktor Strangening o'zi halok bo'ladi. Sababi u Darkhold kitobini o'qigan. Nega bu Strange'ni o'ldirish kerak? Chunki Darkhold kitobini o'qigan inson borgan sari yovuzlashib boradi va Strange kelajakda qahramonlarning o'ziga jiddiy dushman bo'lishi mumkin edi. Illuminatlar Vishanti kitobidan foydalanib Thanosni yengishgan. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin. Cheksiz urushi paytida Strange Vishanti kitobi haqida bilmagan. Strange bu kitobni safsata deb o'ylagan. Wongning aytishicha bu kitob haqida oliyaf singari oladigan ma'lumotlarda o'qigan. Strange rostdan ham Vishanti kitobi haqida bilmaganmi? To'g'risi bu juda kulguli. Strange shu paytgacha kamartajning hech bir qoidasiga bo'ysunmagan, tegma degan narsalarga tekkan, o'qima degan kitoblarni o'qigan, Wong qilma deb tayinlagan narsalarni qilib ko'rgan. Shunday ekan, Strange bu maxfiy ma'lumotlarni o'zboshimchalik bilan o'qigan bo'lishi kerak edi. Tasavvur qilyapsizmi, Tony Stark shunchaki Strange Vishanti kitobini cho'pchak deb o'ylagani uchungina halok bo'ldi. Temir odamman. Aslida Strange bu yo'lni ham o'z variantlarida ko'rgan bo'lishi mumkin. Faqat bu yo'l orqali Tonyning o'rniga o'zi halok bo'lishi mumkin edi. Ikkinchi sabab esa vaqt jadvalining buzilishi. Strange vaqt toshining qo'riqchisi. Shunday ekan, vaqt bilan bog'liq har qanday narsaga javobgar. Agar u variantlardan boshqa birini tanlaganda, bu vaqt liniyasida yangi olamlar paydo bo'lishiga olib kelardi. Ammo u paytda TVA faoliyat olib borayotgan edi va paydo bo'lgan vaqt chiziqlarini o'chirayotgan edi. Shundoq ham ular intihoda Loki bilan bog'liq yangi Nexus hodisasini barpo qilishdi. Qasoskorlarning har bir harakati aslida juda ko'plab Nexus hodisalarini keltirib chiqargan. TVA esa ularning barchasini o'chirgan. Albatta, bu bizga ko'rsatilmagan. Shunday ekan, bu bahona bo'la olmaydi. O'zingiz bir o'ylab ko'ring, vaqt chizig'idan toshlarni olib kelish, kapitanning o'tmishda yashashi, Thorning Mjolnirni olib kelishi, bularning barchasi TVA qonunlariga zid va kelajak uchun ham, vaqt chizig'i uchun ham ulkan tartibsizliklar keltirib chiqarar edi. Lekin TVA bularni hal qilgan. Loki serialda bildikki, Lokining TVAga kelishi va multiolam daraxtini egallashi Kangning rejasi bo'lgan. U hatto o'z o'limini ham rejalashtirgan. U Loki daraxtni egallashini va o'z variantlari yana ozodlikka chiqishini bilib, ushbu voqealarni tashkillashtirgan bo'lishi mumkin. Qasoskorlar 5 ta Kanglar hikoyasi to'liq yakunlanadi. Aytilishicha, Doom shunchaki paydo bo'ladi va Kanglarning barchasini yo'q qiladi. Qoluvchi aynan shuning uchun ham bu voqealarni uyushtirgan bo'lishi mumkin. O'zining barcha yovuz variantlarini yo'q qilish uchun. Bu voqealarning hammasi bir-biri bilan bog'liq va ularni tushunish juda qiyin. Strange'ga qaytadigan bo'lsak, cheksiz jangining dastlabki ssenariysiga ko'ra, Thanos bilan jangda Strange Thanosni Tirik Tribunal oldiga yuborish kerak bo'lgan. Tirik Tribunal esa tiriklikka xavf solganligi uchun Thanosni ayblab, uni yo'q qilish kerak bo'lgan. Bu g'oyadan voz kechilgan bo'lsa-da, ammo bu Strange Thanosni osonlikcha yengishi mumkinligiga dalolat.
Rostdan ham Strange Thanos bilan jangda faqat oddiy afsunlardan foydalanadi. Strange Thanosni ko'zgu olamiga yuborishi, astral tanasini chiqarib yuborishi, qo'lini kesib tashlashi, uni bo'shliqqa yuborishi va shunga o'xshash ko'plab afsunlarni qo'llashi mumkin edi. Marvel ssenaristlari Tony Starkning o'limi Marvel kelajagi uchun muhim bo'lganligini ta'kidlab kelishadi. Uning o'limisiz hozirgi Marvel olami bo'lmasligini aytishadi. Ammo yaqinda aka-uka Russolar Tony Starkning o'limi Doktor Doomning paydo bo'lishiga sabab bo'lganligini aytishdi. Ya'ni Tony Starkning o'limi qasoskorlar uchun yangi ashaddiy dushmanning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Strangening bunga qanday aloqasi bor? Chunki Starkning o'limini aynan Strange tashkillashtirgan. Yaqinda tarqalgan konsept artlarda ko'rishimiz mumkinki, Doktor Strange Doomning o'ng qo'li. Komikslarda ham aynan shunday bo'lgan. Xo'sh, Strange bu harakatlarning barchasini aynan Doom uchun qildimi? U oldindan Doom bilan til biriktirganmi? U Doomning yordamida multi-olamga hukmron bo'lishni istaydimi? Qiziqarlisi, ushbu jentelmen doim nimanidir sir tutadi. Hech kim uning aniq maqsadini bilmaydi. U o'z boshimcha, takabbur va qoidalarga bo'ysunmaydi. U Tony Stark va Peterga o'z maqsadlari yo'lida ularni qurbon qilishini aytgan. Yoki u ushbu harakatlar bilan maxfiy urushlar so'ngida Tony Starkni yana qaytarmoqchimi? Tony Stark o'limidan oldin o'z ongini sun'iy intellekt ko'rinishida qoldirgan. Buni esa shunchaki Doktor Doomning miyasiga kirgazish kerak. Ha, gapirsak har tarafdan nazariya va teoriyalar chiqib kelaveradi. Strange esa nega Tony Starkni o'ldirganini faqat qasoskorlar 5 ta bilib olishimiz mumkin. Chunki u Doktor Doomning paydo bo'lishiga sababchi bo'ldi. Xo'sh, siz bu borada nima deb o'ylaysiz? Strange rostdan ham ulkan sirni yashirib keladimi yoki bu hammaning foydasi uchun qilingan fidoyilikmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizni bundan-da qiziqroq teoriyalar kutib turibdi. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.